Aka, Ukajonim, bu yoningizdagi gaz ballonmi yo raketa yoqilg'isi? ukajonim bu konditsionerlar freoni, ya'ni sovuq qoni. Qon ketib qolsa-chi? Qon ketib qolsa undan sovutmaydi. Faqat shamol haydab turadi. Tushunganinglardek, konditsionerlarning ehtiyot qismlari haqida gaplashamiz. Split konditsionerlar uchun 407 ballonimiz 11 kilo 300, 134 ballonimiz mashinalar uchun 13 kilo 600, 600 ballonimiz uy xolodilniklar uchun 6,5 kilogramdan 120 grammlik freonlarimiz ham bor. Bundan tashqari bizda 6 li, 9 li mis trubkalarimiz ham bor konditsionerlar uchun. Yana bizda juda ham ko'p turdagi Avalon, chillachi, Artel, Universal barcha turdagi pultlarimiz ham bor. Xo'p, juda ko'p mijozlarimiz konditsioner kirashdan noliganligi uchun biz juda ham mustahkam konditsioner kirashdan ishlab chiqarganmiz. 12 li, 18 li, 24 li konditsioner kirashlarimiz va hamda zapchasalari bilan birga xohlasangiz zapchasalarning o'zini, xohlasangiz kirashlarning o'zini olishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda konditsionerlar uchun 50 metrli juda ham sifatli shinalarimiz ham bor. Xo'p, Instagramdan kelgan obunachilarimiz uchun hali ham 10% chekimamiz davom etmoqda. Telegram kanalimizga bemalol qo'shib olsangiz, har kuni yangi tovarlarimizni sizlarga taqdim etishda davom etamiz.